$995 Umra safariga yoz oyida borishlarga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Juda ham ajoyib narxlar aynan bizning kanalimizda. Aziz yurtdoshlar, Centrum Holidays orqali xavfsiz va mukammal umra qilishlikni siz aziz vatandoshlarimizga taklif qilib qolamiz. Eng asosiysi bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, onlayn o'zlaringiz joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Albatta, eng asosiysi sharoitlar masalasini biz sizlarga videoni boshidan taqdim etamiz. Narxlarni yana videoning davomida to'liq ma'lumotini beramiz. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Madina Munavvarada markaziy 100-200 metr masofadagi Shinam gasnitsalar, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safo nomli gasnitsamiz, inshaalloh Stoyankasi Haram hududiga ham 150-200 metr masofadagi xona joylashuvlarimiz 4-5 kishilik xona joylashuvlarida joylashadi ziyoratchilarimiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari malakali vodiydan borgan povurlarimiz tomonidan tayyorlab taqdim etiladi. Yuqori yillik tajribaga ega malakali ellikboshlar ota-onalaringni bir umrga tatigulik umra safarlarida albatta ishonchli hamsafar bo'lishadi. Aeroportdan birga borib, birga kelishadi xudo xolasa. Ziyoratlarimiz Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan qo'shib beradi. Hammani o'ylantirgan Ravza-i Sharif masalasi. O'tgan yili juda ham ko'p ziyoratchilarimiz albatta biz Ravza-i Sharifga olib kirganmiz. Kamdan kam holatda ziyoratchilarimiz Ravza-i Sharifga tashrif buyurisholmay qolgan, lekin biz barcha jo'natgan ziyoratchilarimizni olib kirganmiz. Xudo xolasa bu masalada o'ylanmasalaring ham bo'ladi. Ziyoratchilarimiz uchib ketishayotganda aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalarini berib ziyoratga jo'natamiz. Albatta, xudo xolasa aziz obunachilar, bizda 23 Toshkent Dubay pereslatkali reysimiz bor. $995 23-da aynan ushbu reysimiz 25-iyunda. Bundan tashqari 21-dan boshlab undan u yog'iga Toshkent Jidda yo'nalishidagi Primoy reyslarimiz amalga oshiriladi. $1050 dan qilib belgiladi. 28 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz amalga oshiriladi. Aynan ushbu reysimizning narxini $1070 dan qilib belgiladi. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bizga aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlaringni tashab, onlayn o'zlaringni joylaringni bron qilish imkoniyatiga egasizlar. Xudo xolasa 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga chegirmalarimizni ham qilib beramiz. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlarga hamkorlikda ham chiroyli qilib ishlashni, chiroyli narxlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videolarimizni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa kommentariyaga yaxshi tilaklaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.